gapda qo'shiqda kankillatib aytib beraman. Nechta jigarlaringiz bor bo'lsa shularga jo'natib qo'yingizlar. Qadri baland qadrdonlarim, mehri dayro mehribonlarim, qondoshlarim, jonajonlarim, sizday aziz jigarlarim bor. Suyalgan tog'im, mehri bulog'im, sizday aziz jigarlarim bor. Sog'inib kelar, borini berar, sizday aziz jigarlarim bor. Allohimning irodasi bilan qiz bola dunyoga kelganida har bitta qiz bola uchun ikkitadan farishta tayyorlab qo'yar ekan. Bitta farishta qiz bolaning kulgusini sanar ekan, ikkinchisi esa ko'zidan oqqan yoshlarni. Oxirat kuni shu tabassumni hadya etgan insonlar savobga, ko'z yosh sababchilari esa azobga qolishar ekan.